Xabaringiz bor, joriy yilning 7-iyun sanasida yurtimizdagi harbiy akademik litseylarning 10-sinf o'quvchilari o'rtasida matematika fanidan O'zbekiston Respublikasi harbiy prokurori sovrini uchun musobaqa o'tkazilgan edi. Yuqori saviyada tashkil etilgan bellashuv g'oliblarini taqdirlash marosimi ham ko'tarinki ruhda bo'lib o'tdi. Musobaqada ishtirok etgan barcha harbiy akademik litseylar marosimda onlayn video konferensiya aloqa shaklida ishtirok etishdi. Tanlov Harbiy prokuratura, Xalqaro Nodrik universiteti hamda Intelligence Development Center ta'lim markazi bilan hamkorlikda o'tkazildi. Tanlov shartlari va mezonlari, o'quvchilarning bilimlarini baholashda musobaqaning o'rni qanday bo'ldi? Aynan shu savollar bilan mutaxassisga yuzlandik. Harbiy sohada bugun kadr tayyorlayotgan akademik litsey o'quvchilari o'rtasida juda ham katta qiziqish bilan mana shu matematika sovrini tashkil etildi. Bu o'sha shaffoflik nuqtai nazaridan, xususan o'zini talablari bor. Mana shu matematika olimpiadasiga yaqinroq tarzda biz tashkil qildik. Mana shu tashkil qilinayotganda Xalqaro Nordik universiteti bilan birgalikda IDC ta'lim markazi va ilk marotaba tashkil etilyapti O'zbekiston Respublikasi harbiy prokurori sovrini. Harbiy prokuratura tomonidan vazirlik va idoralar hamkorligida, ular tasarrufidagi Temurbeklar maktablari hamkorligida tashkil etilgan ushbu musobaqa o'quvchilarda vatanparvarlik ruhini tarbiyalashga hamda ularning bilimlarini yanada chuqurroq egallashga qo'shimcha motivatsiya berilishini ko'rib turibmiz. Kelajakda hamkorlikni davom ettirib, bu kabi musobaqalarni boshqa fan yo'nalishlarida ham qo'llash katta samara beradi degan umiddamiz. Kelajak avlodni hur bilimga ega, salohiyatli kadrlar bo'lib yetishi uchun bu kabi tadbirlar muhim ahamiyat kasb etadi deb o'ylayman. Yakuniy natijalarga ko'ra, Nukus shahridagi Ichki ishlar vazirligi Temurbeklar maktabi akademik litsey o'quvchisi Muso Asqarbayev 3-o'rinni egallagan bo'lsa, Urganch shahri Mudofaa vazirligi Jaloliddin Manguberdi akademik litsey sharafini himoya qilgan Akbarali O'ralbayev 2-o'rinni band etdi. Shahrisabz shahridagi Favqulodda vaziyatlar vazirligi Temurbeklar maktabi akademik litsey o'quvchisi Turg'un Abdullayev tengqurlari orasida tengsiz deb topilib, harbiy prokuror sovriniga sazovor bo'ldi. O'zbekiston Respublikasi harbiy prokuraturasi sovrini musobaqasida matematika fanidan faxrli 1-o'rinni egalladim. Bundan juda ham xursandman. Bu erishgan g'alabam ustozlarim va kursdoshlarimning g'alabasi deb hisoblayman. Ustozlarimizning bergan bilim va ko'nikmalariga tayanib shu natijaga erishdim. Men bundan juda ham xursandman. Musobaqa tashkilotchilariga o'z minnatdorligimni bildiraman. Shuni ishonch bilan ayta olamanki, xalqimiz va prezidentimiz oldidagi ishonchni yuksak darajada oqlashga harakat qilaman. G'oliblar hamda faol ishtirokchilar tanlov tashkilotchilari tomonidan esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi.